Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugundan inshaalloh yangi darsimizni boshlaymiz. Data structures, ya'ni bizda algorithms and data structures degan fan bor. Uni assignmentlaridan tashqari data structures, algorithms qanaqa ishlashligi haqida batafsil ma'lumotlarni birinchi ko'rib olamiz va assignmentni o'ziga videoni ikkinchi qismida o'tamiz. Birinchi bo'lib bugun semi-static data structures o'z ichiga oladi stack, queue va deque larni ko'rib chiqamiz va oxirida assignment ishlaymiz. Bu video biroz uzun bo'lishi mumkin. Time stamp qo'yib qo'yaman, ya'ni bo'linmalarga bo'lib qo'yib qo'yaman. Xohlasanglar stack, xohlasanglar queue, xohlasanglar deque qismiga o'tib ko'rib, keyin oxirida assignment qismi bor. Assignmentda bizga stack va deque'dan foydalangan holatda assignmentni bajarish topshirilgan. Birinchi ularni implementatsiyasini ko'ramiz. Birinchi tushuntira explanation bo'ladi. Keyin uni klassini noldan yozib chiqamiz, keyin assignmentga o'tamiz inshaalloh. Xo'p, qani unda boshladik. Bizda nima edi? Semi-static data structures odatda fixed size'ga ega bo'ladi. Arraylarga o'xshab fixed bo'ladi, lekin dinamik operatsiyalar ham bajarsa bo'ladi. Ya'ni qotib qolmagan, doim update qilib tursa bo'ladi, lekin o'xshashligi arrayga o'xshaydi. Misol, o'sha stack, deque, queue deganimizdek ko'p joylarda ishlatiladi. Misol, har bittasini tushuntirganimizda o'zingizlar nimaga kerakligini bilib olsanglar bo'ladi. Parsing, scheduling, memory allocation degan narsalar bor ekan. Mayli. Xo'p, birinchi boshlaydigan narsamiz stack bo'ladi. Last in, first out. Ya'ni bu LIFO deb ataladi. Bir oxirgi qo'shilgan element birinchi bo'lib chiqariladi. Bizda push, pop, pick degan funksiyonlar bo'lishi kerak. Eng zo'r bu yoqda o'xshatadigan narsamiz bo'lishi mumkin. Anaqa Control Z bor-ku bizda. Control plus Z. Shu narsa undo operation, ya'ni text editorlarda eng zo'r qo'llaniladigan narsa. Shuni aytishimiz mumkin. Bunda qani buni diagrammada tushunamiz. Xo'p, mana semi-static data structures kelib oldi. Mana chizmalar tayyor. Birinchi bo'lib mana semi-static data structure'imiz. Endi buni biz stack qismidan boshlaymiz. Xo'p, stackni aytdik. Biz stackimiz nima ekan? Stackimiz bu bitta oxirgi kirgan birinchi bo'lib chiqib ketadi. Stackni oddiy qilib tasavvur qilinglar. Stack bu korobka. Korobka yoki qanaqadir idish. Mana biz korobka deb tasavvur qilib oldik. Yoki ikkinchi holatda tarelka deb tasavvur qilsanglar ham bo'ladi. Mana qator tarelkalar. Oxirgi qo'ygan odatda misol yuvilgan tarelkalarni qo'ysanglar, oxirgi qo'ygan tarelkalarni birinchi olasizlar. Xo'p. Bu prezentatsiya ustozimniki, Zaynabxon opaniki. Shundan foydalanaman. Xo'p. Bu kitoblar deydigan bo'lsa, korobkaga oxirgi solgan kitobingizni birinchi bo'lib olishingiz kerak bo'ladi. Eng birinchi solgan kitobingiz esa oxirgi bo'lib olasiz. Shuning uchun aytib qo'yilgan, oxirgi kirgani birinchi chiqadi. Oxirgi kitobni soldingiz, shunda uni birinchi bo'lib olasiz. Ya'ni top degani bu eng oxirgi solingan item. Misol kitob deylik, bu top. Sizda ikkita function bo'lishi kerak. Push, ya'ni push nima qilib beradi deyilsa, push birorta yangi elementni o'shanga solib beradi. Birorta yangi element tiqish push bilan bo'linadi. Birorta elementni oxiridan chiqarish pop bilan chiqarib olinadi. Ya'ni birorta elementni chiqarib yubormoqchisiz, buni siz pop bilan qilasiz. Qizmoqchi bo'lsangiz, unda push bilan qilsa bo'ladi. Misol, korobkaga birorta yangi kitob qo'shmoqchisiz, uni push bilan olib kelib qo'shasizda, agar uni chiqarib yubormoqchi bo'lsangiz, pop funksioni bilan oxiridan olib tashlaysiz. Xo'p. Buni array misolida ko'radigan bo'lsak, bizda aytilganimizdek push funksioni bo'lishi kerak, pop bo'lishi kerak, is empty bo'lishi kerak. Shu top, ya'ni bizda top nima edi bu? Eng oxirgi turgan anaqasi edi. Xo'p, biz stackni array ko'rinishida keltirib olsak bo'ladi, yoki linked list yoki tree, hashmap usullarida eng zo'ri, lekin tushunish uchun bu array, chunki semi-static va array bilan zo'r chiqishadi stack. Xo'p, aytaylik, bizda push va pop funksiyalari kerak bo'ladi dedik, to'g'rimi? Endi
mana shu yerda aytadigan bo'lsak, mayli turaversin, qanaqa bo'lsa ham. Aytaylik, oxiriga yangi element qo'shmoqchiman men. Nima qilaman? Men bitta yangi element olib kelib qo'shmoqchiman. Misol 6 ni olib kelib qo'shmoqchi bo'ldim. Xo'p, push function'ni ishlataman. Men bitga nima qilaman? Push ishlataman. Keyin men 6 sonini olib kelib qo'shib qo'yaman. 6 sonini shuni olib kelaman-da qo'shib qo'yaman. Mana 6 menda qo'shildi. Endi aytaylik, biza buni cho'zamiz. Cho'zaylik. Xo'sh, cho'zdik. Yana bitta joy ochdik. Endi 6 ni qo'shdik. Endi 7 ni qo'shmoqchimiz. Misol 7 ni ham push bilan qo'shyapmiz. Push function bilan. Push misol append deb tushunsangiz bo'ladi. Append oxiriga qo'shadi-ku. O'sha push function append function bilan yozamiz. Ya'ni oxiriga qo'shamiz. Endi pop functionni ishlatmoqchimiz. Pop functionni ishlatganimizda eng oxirdagi elementlarni olib tashlaydi. Xuddi aytganimizdek, haliginda biz nima misol keltirdik? Control Z, right? Control Z. Control Z stack uchun zo'r misol bo'ladi. Ya'ni birorta sistemada ishlayapsiz va siz oxirgi kiritgan elementingizni shundoq qanoq kirgan bo'lsa, shuni chiqarib yubormoqsiz. Bunda Control Z. Hozir real example'da ko'ramiz mana. Control Z, to'g'rimi? Mana Control Z. Hozir men bu yerda 7 ni qo'shdim, 6 ni qo'shdim. Bunda o'chirib yuborsam bo'ladi eraser bilan. Bunda o'chirib yuborsam bo'ladi. Mana. Endi xohlasam Control Z ni ishlatib, men bu 7 bilan 6 ni Control Z qilsam o'chib ketadi, lekin hozir Control Z yozganim ham o'chib ketadi. Shuning uchun nima qilganman? Pop, ya'ni bizda pop ishlatsak, men bu o'chib ketadi. 7 ham o'chadi, 6 ham o'chadi. Agar men buni yozmaganimda Control Z qilsam, men bu avtomatik kalovi oldingi holatiga qaytardi. Endi pop ishlatdik, men bu oxirida turgan elementlarni o'zi olib tashladi. Mana qaytaryapman, shu Control Z foyda beryapti. Popni ishlatdim, oxiridan mendan mana bu yerda bitta 7 o'chdi, oxirda elementni oldi. Endi yana bitta pop ishlatsam, men bu ham o'chib ketadi. Yana bitta pop ishlasam, bu ham o'chib ketadi. Ya'ni pop oxiridagi elementni chopar ekan yoki olib tashlar ekan. Ya'ni bunda oladi, garbage-ga tiqib qo'yadi. Yoki o'shandan chiqib ketadi. Mana qilsa. O'shani garbage deydigan bo'lsa, chiqib ketadi. Mana. Misol, o'shdan olib qo'yadi, bo'ldi. Shunaqa misolda ko'rsak bo'ladi. Keyin push, pop, top. Top nima uchun? Eng oxirida turgan elementni bilish uchun. Men oxirida eng turgan kitobimni bilmoqchiman, uning uchun topga yuzlanaman. Ya'ni listim oxiridagi elementni olishim uchun. Keyin isEmpty degan function yozamiz. isEmpty functionida u ya'ni size 0 ga teng bo'lsa, unda shunda u nima bo'ladi? U 0 bo'ladi. Ya'ni mana 0 bo'lsa, shunda isEmpty bo'ladi. Bu nimada foyda beradi desanglar, biz mana bu yerda pop qilib hammasini pop qilib tashladik. Hammasini o'chirib tashladik deylik. 0 bo'lib qoldimi? Shunda pop qilmoqchi bo'lsak, hech nima qilmadik-ku. isEmpty ga check qilamiz, agar u 0 bo'lsa, none qaytar deymiz. Bo'lmasa error otib yuboradi. Shuning uchun kerak bo'ladi bizda isEmpty function. Endi buni implementatsiyasiga, ya'ni stackni explanationni o'tdi. Endi stackni class implementatsiyasiga o'tamiz. Xo'sh, stackga o'tib oldik. Mana bizda stack classini yozib chiqamiz. Qani boshladik unda. Xo'sh, ketdik. Birinchi bizda doimgidek o'sha init method chaqiramiz. Va yaxshilab e'tiboringlar bo'linglar. Bu yerda biz class yozayotganimizda uni private qilishimiz kerak. Ya'ni biz stackni yaratish uchun array hosil qilamiz. Buning uchun misol a qilib list yaratib qo'ysak bo'ladi, lekin bunda nima anaqa joyi bor bo'lsa, bu public bo'lib qoladi. Ya'ni любой foydalanuvchi user stackni oladi, xohlagancha o'zgartirib tashlay olishi mumkin. Biz uni qilishimiz kerak emas, private qo'yamiz. Private qilish uchun Pythonda shunaqa yoziladi. Keyin size uchun ikki xil usul qo'llasak bo'ladi. Xohlasak n deb turib o'zimiz muqobil size yaratib olamiz, ya'ni 0, boshlang'ichi 0.
yoki buni ishlatmasdan to'g'ridan to'g'ri listni size'ini len function bilan ishlatib qo'ysak bo'ladi. Endi ikkinchi bizda yozilishimiz kerak bo'lgani, mana bu yerda ham aytdik, push function yozishimiz kerak. Push function, pop function, pick function. Pick bu eng topida turgan elementni ko'rish uchun ishlatamiz. Qani ketdik. Push function yozamiz. Bunda nima qilish kerak ekan? Pushda o'zi bilan bitta element olib kelish kerak ekan. Elementni yozamiz. Xo'sh, nima qilamiz? Self bizda mana bu a bu listimiz, to'g'rimi? O'sha listimizga murojaat qilamiz. Listimizga append function bilan x, ya'ni elementni qo'shamiz. Oxiriga qo'shamiz. Ya'ni oxiriga qo'shamiz. Right? Xo'sh, append oxiriga qo'shadi avtomatik. Keyin yangi element qo'shdikmi? Endi size'ini bittaga ko'paytirib qo'yaveramiz. Ana, bittaga ko'paytirdik. Bo'ldi. Okay, push function yozdik. Endi bizda keyingi function ekan pop ekan. Pop nima qiladi? Pop qiladi-da, shunda oladi, pop qiladi. Pop chopadi. Pop chop degani o'sha chopadi. Bunga siz birorta element kiritishingiz kerak emas, lekin function bu class selfni o'zini kiritasiz va selfni o'zini kiritganimizda biz pop qilishimiz kerak. Pop qilish uchun biz bag'da bitta narsani aytdik. Birinchi pop qilayotganimizda empty emasligiga tekshirishimiz kerak. Lekin bizda empty degan function yo'q-ku hozircha. Misol hozir men if self is empty deb yozsam, menda bunaqa function yo'q. Buni aniq qilishim uchun esa menga birinchi empty degan function yozib olishim kerak. Misol pastdan is empty degan function yozib olaman. Check qilish uchun. Check qilganda qanaqa qilaman? Xo'p, is empty yozamiz. Agar buni size, ya'ni n 0 ga teng bo'lsa, bunda bu empty, ya'ni empty ga teng bo'lib qoladi. Bu yerda error beryapti. Mana. Xo'p, empty degan function yozib qo'ydik. Agar size'imiz 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu error beradi. Endi bu kodimizni ishlatsak bo'ladi. Passni o'chirib yuboramiz. Xo'p. Self is empty bo'lsa, agar empty bo'lsa, unda menga none qaytar. Agar empty bo'lmasa, functionim o'zi, unda menga shuni o'zini qaytarib bergan deyman. Return, ya'ni o'zini qaytarib bermas, aynan o'sha pop qilamiz. Self return shart emas. Self o'sha listimiz va undan pop function ishlatamiz. Keyin pop qilganimizdan keyin bitta ayirib qo'yamiz endan. Size'imiz size ascending. Size ayiramiz. Xo'sh, ketdik. Endi keyingi yozadigan functionimiz pick ekan. Pickda ham xuddi shu narsa. Unda ham empty ekanligiga tekshirishimiz kerak. Empty bo'lsa, if it is empty deb tekshirib qo'yamiz. Va empty bo'lsa none qaytaradi. Bo'lmasa self .aa -1 ni qaytaradi. Bo'ldi. Ya'ni bu o'sha topni ko'rish uchun. Xohlaysanglar buni top deb aytsangiz bo'laveradi yoki return qilishimiz kerak yoki pick desa ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Top yoki pick farqi yo'q. Shu topni topish uchun bu o'zi. Bu yoqda self nima qilamiz? n-1. Ya'ni biz arrayni eng oxirgi, misol length bo'lsa, arrayimizni list index bo'yicha kiradigan bo'lsa, length
necha chiqsa, misol 6 ta son yozilgan bo'lsa 6 deb chiqaradi, lekin 0 indeks bilan bo'lganligi uchun biz o'sha indeks bo'yicha 5-ga kirganimizga 5-sini qaytaradi top, ya'ni faqat bu yoqda empty'ligiga chek qo'yamiz. Bo'ldi. Keyingi functionimiz bizda size. Size mana o'zimiz yozdik. Bu yoqda yozib kelyapmiz. Print deymiz. Self o'shani n bor-ku bizda, o'shani print qo'ysak bo'ldi. Yoki return qilsa ham bo'laveradi, uni farqi yo'q. Size shu bo'ladi. Bo'ldi menimcha. Empty ni yozdik. Push, pop hammasi bor. Tayyor. Yes. Print function yozib qo'yamiz. Print self. Ikkinchi xil usul bor. str bilan yozsa bo'ladi. Uni hozircha qizig'i yo'q bizga. Ana. Print function yozib qo'ydik, bo'ldi mana. Bizda tayyor stack. Endi ikkinchi, xo'p, 16 minut bo'libdi. Endi keyingisiga o'tamiz. Q tushuntiramiz, keyin Q klassini yozamiz. Q bu navbat, to'g'rimi? Navbatda bu FIFO deb ataladi. Birinchi kirgan, birinchi chiqadi. Xo'p. Birinchi kirgan, birinchi chiqadi. Odatda bu birinchi kirgan, birinchi chiqadi. NQ va DQ operatsiyalar yozishimiz mumkin. NQ bu oxiridan o'sha boshidan qo'shadi, oxiridan qo'shadi, DQ boshidan nima deydi, udalit qiladi. Customer service Q'ni ovqatga navbatga turganingizni eslang. Ovqatga navbatga turibsiz, mana bu yerda bufet ovqatlar turibdi. Siz mana bu yerdan oxiridan kelyapsiz, navbatga qo'shilyapsiz yoki poliklinikani aytaylik. Poliklinikada doktor xonasiga kirmoqchisiz, lekin o'chirt qilib yotibdi. O'sha navbat oxiridan kelib, kim oxir deb qo'shilib olasiz oxiriga. Keyin eng birinchi turgan odam, eng yaqin turgan odam birinchi ketadi. Ovqat sotib olishda bufet aytilgan bo'lsa, kassaga eng yaqin borgan odam birinchi ketadi. Bu DQ. DQing and NQing bo'ladi. Adashtirmaydigan joyimiz Q'ning ichida DQ oldidan qachon remove qilsa DQ bo'ladi. NQ bo'lsa adding da foydalanadi. Ya'ni bu adding da, bu esa misol deleting da foydalanadi. DQ bu alohida narsa. Uni gaplashamiz. Bu просто nomlanishi chalg'imaymiz. Biz buni boshqacharoq qilganmiz. Ya'ni push pop bilan yana qilganmiz buni. Shunday bufetda navbatga turgan bo'lsangiz, oxirga kelsangiz, oxirgi bo'lib turasiz, keyin birinchi kelgan odam birinchi ketadi. Shunday. Adashmayapmiz, bo'ldi. Shu poliklinika ham shu eng birinchi kim kelgan bo'lsa, navbatga o'sha birinchi doktor oldiga kiradi. Tasavvur qilish uchun mana Q'imiz taxminan shunaqa bo'ladi. Navbat. Birinchi kelgan birinchi ketadi. Mana birinchi kuritilgan basharali odam birinchi kelgan birinchi ketadi. Bo'ldi. Endi buni ham array shakliga solsak, ikki xil yo'nalishda bo'ladi. Bu yoqda jicha boshqacha stackdan, ya'ni bu ikki taraflama bo'ladi. Bizda oxirdan kelib qo'shiladi, boshidan otvoriladi. Xohlasangiz Q'ni bu yog'idan qilsangiz bo'ladi, bu yog'idan ham qilsangiz bo'laveradi. Xohlasangiz bu yoqni back, bu yoqni front qilib bo'laveradi. Head, tail farqi yo'q. Push oxiridan qo'shamiz, boshidan otvorib garbage-ga qo'shoramiz. Dehqoncha usulda pop qilib chopamiz. Bizda push pop bo'lishi kerak. Push qilib 0 ni kiritdik. Aytaylik, biz bu yerga 0 kiritdik. Push qilib 7 kiritsak nima bo'ladi? Push qilib 7 kiritdik. To'g'rimi? Pop qildik. Pop qilsak, mambitdan bizda aytaylik, mana shu yerda taxminan 6 bo'lsin. 6 ni erase qilamiz. Yo'q, hammasini emas. 6 ni erase qilamiz. Yana bitta pop qildik. 5 qilamiz. Navbatimiz kichrayapti. Ya'ni bizda boshida 3 ta, 6 ta, 8 ta odam bor edi ovqat uchun. Endi 6 ta odam qoldi.
tushunyapmizki, navbat orqadan qo'shilib kelib boshidan chiqib ketiladi. Bunda ham push pop funksiyonlarni yozib chiqamiz. Tushunarli, mana. Farqi shu. Navbatda turibsiz, orqadan kelasiz, boshidan chiqib ketasiz. Stackda bo'lsa, korobka sifatida aytaylik, oxirgi kelgan birinchi bo'lib chiqib ketish kerak. Birinchi kelgan eng oxirida chiqib ketadi. Kutib turish kerak. Masalan, korobkadagi kitoblar. Quyida navbat, dehqoncha navbat, poliklinikadagi navbatni eslang, shunday yoki bufetda turgan navbatni eslang. Xo'p, endi quyini klassini yozib chiqadigan bo'lsak, def init cell pass. Xo'p, quyida xuddi shunday o'zgartirmaymiz. Yana private list ochamiz. Bunda ham o'zimiz usul size'imiz shunaqa qolaveradi. Endi biz push yozamiz. Pushda bu yoqda boshqacha ko'rsatilgan, lekin biz push bilan qolganimiz uchun yana push element olib kelamiz. Unda faqat oldiga qo'shamiz. Xo'p, bu yoqda boshqacha ketilgan. Men bu yoqda nima qilganman desanglar, o'zgartirganman biroz functionality'ni. Yo, o'chirishim ekanman. Men buni aytdim, ikki xil usulda qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bag'dan, xohlasanglar o'zingizlarga qulay usuldan. Orqadan kelib turib qo'shsanglar append bilan osonroq va boshidan o'chirmoqchi bo'lsanglar pop bilan osonroq. Endi bu narsamiz teskari machasga ishlaydi bizda. Men hozir qo'ygan usulda pop bag'da, push bag'da bo'ladi. Men qilayotgan usulda pop bag'da, push bag'da bo'ladi. Keyin garbage ham mangga o'tib ketadi. Shunaqa. Bag'dan qo'shsanglar, bag'dan chiqib ketasizlar. Hozirgi usulda shunaqa. Agar bu yoqdan qo'shib anaqa kelasanglar, unda boshqacha bo'ladi. Insert bilan foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda shunaqa qilamiz. Xo'p, nima qilamiz? Yana append qilamiz, chunki osonroq bizga orqasidan kelib qo'shilishi. Bu yoq tomondan tasavvur qilinglar, ya'ni podiagonalni. Hozir bunaqa turgan bo'lsa, buni yon tomondan tasavvur qilsanglar, endi mana bunaqasiga ketyapmiz. Hozir bilan ketyapti, endi bunaqasiga ketyapmiz. Endi bunaqa strelkalar bu yoqqa aylanadi. Mayli. Endi teskari machasga bo'lib qoldi. Navbat tasavvur qilamiz. Self and plus 1 size uchun bu size uchun. Endi pop function qilamiz. Pop function nima qilamiz? Popda yana bitta empty ga check qo'yamiz. Self is empty. Right. Xo'p, hozir error bermasin. Xo'p, def is empty. Ma yoki yo'q. Xo'sh, empty mi? Qaytaradi o'zi. Agar empty bo'lsa, o'zi bilib qaytaradi. Xo'p, tekshiramiz. Agar u empty bo'lsa, bizda return none. Agar empty bo'lmasa, unda biz hozir biroz boshqacha usul bilan ketayotganimiz uchun return bilan qilamiz. Agar shunchaki popni o'zini ishlatganimizda indeks kerak emas edi, lekin biz hozir mana bunaqa usulda ketyapmiz-ku. Ya'ni bizni strelkamiz endi mana bunaqasiga ketmayapti. Keyin mana bunaqasiga ketmayapti-da bizni strelka. Hozir bizni strelka aylandi. Ya'ni pushimiz bag'dan bo'lyapti. Biz bag'dan push qilyapmiz. Keyin baqa qarab ketyapmiz. Garbagelari ham, boshqa narsasi ham hammasi o'shga o'tib ketyapti. Mana bu o'tib ketyapti. Ya'ni endi navbatda biz aylantirdik. Navbatni aylantirdik. Push bag'dan bo'lyapti. Shunda hozir push bag'dan bo'lgani uchun biz bag'da appendni foydalanyapmiz. Va bu yoqda bo'lsa pop 0-indeksga murojaat qilyapmiz. Bunaqa qilganinglarda insert method bilan qo'shib, bu yoqdan pop qilganda osonroq ham bo'lardi. Endi farqi yo'q uni. Qana
xohishiga qarab. Keyingisi endi frontni bilish uchun o'zi uncha shart ham emas. Birinchida turgan element nimaligini bilish uchun return self buni 0-indeksiga murojaat qilamiz. Size'imizni ham yozib qo'yaylik. Size'imiz nima edi bizda? Size'imiz bu self.n. Size'imiz shu edi. Mana bo'ldi. Haliginda aytganimiz print functionni mana shunaqa yozib qo'ysa bo'ladi. str qilib. Xo'sh. Chunki shunda print yozganinglarda, chaqirganinglarda shunda o'zidan o'zi bu print bo'ladi. Ya'ni que'ni o'zini qanaqa ko'rmoqchi bo'lgan holatinglarda shuni qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Endi 10 minut ketibdi, 26 minut bo'ldi. Que'ni ko'rib chiqdik. Mana bizda bu stack qismi nima bo'ldi? Bu done, уже done bu. Endi bu yog'i ham done bo'ldi. Tushuntirdik. Endi faqat bu qoldi. DQ'ga qoldi. DQga navbat keldi va nihoyat DQga navbat keldi. Ana oxiridan keldi. Ana zo'r ketyapti, ketdi. Endi DQ ajoyib zo'r. DQ ikki tomonlama bag'ri keng. Orqasidan ham, boshidan ham siz element qo'shib udalit qilsangiz bo'ladi. Element qo'shsangiz ham, uni kit qilsangiz ham oson. Kelishi ham, ketishi ham oson. Bitta misol bilan aytaman, shashlikka o'xshaydi. Shashlikni sixini bir tasavvur qiling. Oldidan ham qo'shsangiz bo'ladi, orqadan ham qo'shsangiz bo'ladi. Odatda bir tomondan qo'shiladi, lekin ikki tomondan chiqarib yesangiz bo'ladi. Shashlikka o'xshamaganligi ma'lum, lekin mana shunga o'xshaydi. Bir tomondan kelib, ikkinchi tomondan chiqishi mumkin. Ham ag'li, ham bag'li. Ag'i ham bor, bag'i ham bor deydi-ku, ammo bag'i ham bor deganda. Xuddi shunday. Shashlik bu. Misol shashlikni ko'rsak, mana ikki tomonlama sixi bor, ikki tomonlama sixi bor, mana ikki tomonlama. Mana bu yog'idan ham, bu yog'idan ham chiqsa bo'ladi agar mana tekst bo'lganda. Xuddi shunga o'xshaydi. Va ustozning prezentatsiyalarida ko'radigan bo'lsa, mana bu yog'idan ham olsangiz bo'ladi, shashlikni bir qiyma donasini bu yog'idan ham olsangiz bo'ladi, bu yog'idan ham chiqsangiz bo'ladi, ag'idan ham chiqsangiz, bag'dan ham chiqsangiz bo'laveradi. Chunki buni nomi o'zi double ended queue, ya'ni ikki tomonlama tugagan queue. Queue nima edi? Bitta tomondan kelib, ikkinchi tomondan chiqib ketardi. Bunda bitta tomondan kelib, ikkinchi tomondan ham chiqib ketadi. Bir tomondan kelib, ikkinchi tomondan ham chiqib ketadi. Shuning uchun bu double ended queue, ya'ni double ended queue, deq bo'lib turib, DQ deb qo'yganmiz nomini. Ana shunaqa gaplar. Endi tushundik, bu shashlik ekan, bu navbat ekan ovqat uchun, bu esa korobka ekan. Aha. Tasavvur qiling, shu shashlik uchun odamlar navbat kutib turibdi va korobkasi bor, kitob olib o'qiyapti. Qanday zo'r tasavvur, mayli. Xo'p, endi DQga qaytadigan bo'lsak, DQ nima edi? DQda funksiyonlarimiz bo'lishi kerak. Bizda add front, remove front, add last, remove last. Push pop bilan o'rniga mana yaxshiroq nomlar topdik. Boshidan qo'shamiz, oxiridan qo'shamiz. Oldidan yo'qotamiz, orqasidan yo'qotamiz va garbage'ga uloqtiramiz. Xuddi shunday. Yoki o'sha shashlik deymiz, qoringa tushadi, tam shunaqa. Xuddi shunday. Oddiy. Boshidan qo'shasiz. Boshidan qo'shganda qanday mana? Aytyapmiz, boshidan qo'shaylik, 0 ni qo'shaylik deyapmiz. 0 ni biz aynan boshidan qo'shyapmiz. Mana 0 ni qo'shyapmiz. 0 ni qo'shyapmiz. Endi oxiridan 7 ni qo'shyapmiz. Qarang, oxiridan 7 ni qo'shdik. Mana kichkinaroq qilaylik. Orqasidan 7 ni qo'shdik. Endi bajarayotganimiz hozir biz bag'ga keldik. Bular bo'ldi. Endi qarang. Remove frontda shunchaki remove front functionni berib yuborsak, o'zi boradi, 0-indeksni o'chirib yuboradi. Boradida mana bu 0 ni yo'qotadi.
Endi remove lastda nima qiladi? Remove last nima qiladi? Shuna boradi, oxirgi elementni o'chirib tashlaydi. Ana. Bo'ldi. Xuddi o'sha eski holatimizga qaytdik. Shashlik ekan bu. Zo'r o'xshatish bo'ldi. Ketdik. Endi buni klassini yozib chiqamiz. Class mana initdan boshlaymiz. Self o'rganib ketdik. List self and bu 0 size def add front like selfimiz bor. Biz buni prezentamiz qolib ketdi mana. Push front, push back, pop front, pop back. Nomi bizda boshqacha. Push bizda add, pop bo'lsa bizda remove. O'zimiz tilda o'sha bu remove uchun o'tadi. Mana bular esa add uchun o'tadi. Shu narsalarni hozir biz yozib chiqamiz. Qo'shayotganimizda bizda elementlar kerak bo'ladi. Delete qilayotganimizda esa kerak emas. Shunday. Add front. Okay, add frontda xo'sh. Ketdik. Insert qilamiz bu yerda. Insert funksionidan foydalanib, mana shu olib kelayotgan elementimizni boshiga qo'shamiz. DQda misol boshiga qo'shish insert bilan foydalanamiz. Bo'ldi. 0-indeksga qo'shamizda o'shani. Keyin size'ini bittaga oshirib qo'yamiz doimgidek. Bizda size'imiz n edi va buni bittaga oshirib qo'yamiz. Bo'ldi. Add frontimiz tugadi. Endi def add last qilamiz. Add last'imizda bizda append function ishlaydi. Self append x ni o'zini qo'shadi va yangi element qo'shganligi uchun size'ini bittaga oshiramiz. Endi remove front qilar ekanmiz birinchi. Selfni o'zi keladi, bizga kerak emas ortiqcha elementning o'zi, chunki doim boshini pop qilishimiz kerak. Shuning siz buni pop qilasiz. Faqat indeks bilan yuramiz. Bunda self return yo'q, birinchi o'sha doimgidek mayli pop qilayotganimizda bizga bir narsa muhim-ku. Biz is empty ekanligiga tekshirishimiz kerak. Def is empty degan function yozib olamiz. Self. Okay. Agarda xohlasangiz buni yozib o'tirishingiz shart emas. Hozir ko'rsaman. Self and 0. Shuni qaytaradi. Men bitta is empty ni ishlatmasdan xuddi shuni olib borib if this deb yozib qo'yib turib, keyin tekshirib olsa ham bo'laveradi. Uni umuman aloqasi yo'q, farqi yo'q. Return none. Bunday bo'lmasa pop qil self pop 0-indeksdagi elementni pop qilgan deyapmiz. Bo'ldi. Keyin bundan keyin self n minus 1. Buni hamga yozishimiz kerak ekan, chunki returndan keyin ishlamaydi. Birinchi ayirib qo'yamiz va pop qilamiz. Endi keyingi holatimizda xo'sh, bu yerlarda pop qilganimizda pop qo'ygan ekanmiz. Endi farqi yo'q uni. Chunki hozir return qilayotganim sababi men uni ishlataman. Ya'ni assignmentda berilganki, men agar delete qilsam uni ishlatishim kerak bo'ladi, ya'ni qo'shib qo'yishim kerak bo'ladi. Shuning uchun return qilib qo'yapman, saqlab qolishlik uchun. Saqlab qolish shart bo'lmasa, unda qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Yana empty'ligini tekshiramiz.
Ikkinchi usul o'zimiz usul empty mi yoki yo'qmi. Agar u empty bo'lsa, return none. Agar bo'lmasa, birinchi size'idan ayirib qo'yamiz va return self a papa. Ana pop o'zi oxirida ishlaydi. Shu bilan bizning ishimiz hal. Ya bitta qolib ketibdi. Print qolib ketibdi. Bizda str dan foydalanamiz. Shundan va str da return str self print shu ko'rmoqchimiz. Nima bor o'zi bizda. Xo'p, biz menimcha tugatdik. Mana chiroyli bo'ldi. Xo'p, bu ham tugadi. Endi biz assignmentga o'tsak bo'ladi mana. Stackni tushundik, queue'ni tushundik, dequeue'ni tushundik. Bu yana 10 minut ketibdi. 36-minut hozir. 10 minut 10 dan ketyapti. Endi assignment tushunishga yana bir taxminan 20 minut ketadi. Ozgina sabr turamiz. Bo'ldi. Xo'sh, assignmentga o'tsak. Assignmentimiz bu yerda qisqacha berilgan qavslarning balanced ekanligini tekshirish kerak. Ya'ni birinchi assignmentimizda stackga qovus kiritamiz va chiqarib olamiz. Shu kiritganimizni chiqarib bir-biriga tekshiramiz. Va mismatch bo'lsa error beramiz. Deque operationda deque klassini yozishimiz kerak edi. Biz o'sha yozib bo'ldik. Xohlasangiz deque class Python library'sidan foydalanish mumkin. Lekin biz o'zimizga yozib chiqib qulayroq shunda. Va xohlasak leftdan ham rightdan ham biz front yoki backdan qo'shsak bo'ladi. Last qildik biz va bu yerda bir narsa muhimki, xohlagan itemini user o'chira olish kerak va oldingi sortirovka, ya'ni sorting qanaqa deque qanaqa turgan bo'lsa, shu holatga keltirib qo'ysak bo'ladi yoki sort qilib qo'ysak bo'ladi yoki shu hamma item bor, lekin sort qilmasak ham bo'ladi. Deque'ni o'zimiz qildik. Ana bo'ldi. Endi biz assignmentga o'tamiz. Qani. Bu yerda bizga tushuntirilgan assignmentning o'zi string check qilingan. Xo'p. Mana misol mana bunaqa qovuslar berilgan bo'lsa, mana x ni hisobga olmaymiz. Shu biz faqat qovuslarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Endi keyingi karakter mana yangi string olar ekan, buni parenthesis stackga push qilishimiz kerak va nima qilishimiz kerak? Agar empty bo'lsa, biz nima deydi, error message beramiz va abort qilamiz. Bo'lmasa xo'p, hozir chizmada tushuntiraman. Birinchi misol ochiladigan qovusini kiritamiz va oxirida yopiladigani ham stackga kirsa, unda true qaytaramiz. Bir-biriga mos kelmasa, unbalanced bo'lsa, unda biz unga error beramiz. Va qachonki bizda error chiqib qolsa, unda biz error berib olishimiz kerak. Ya'ni bir-biriga mos tushadigan bo'lsa, uni pop qilib yuboramiz. O'sha birinchi ochilganimizda shunda stackdan pop qilamiz, bo'ldi. Match qilaversa davom etaveramiz, bo'lmasa error beraveramiz. Mana. Correct. Xo'p, mana chizmada ozmoz tushuntiraman. Mana chizma bo'ladigan bo'lsa, bizda mana mana bizda stack bor. Stackimiz qora bo'lish kerak ekan. Stack bor. Shu stackimizga birinchi aytaylik. Mana bunaqa mana ochilgan qovus tushadi, curly brace tushadi, mana bunaqa tushadi. Keyin biz mana bundan yana solishimiz kerak. Ya'ni bu yoqdan yana olib kelamiz, push qilib stackga olib kelamiz-ku. Misol bizda mana bu narsa keldi. Keyin bu narsa mana buni yopilgani-ku, to'g'rimi? Ya'ni ochilgan qovusni, ochilgan parenthesni yopilgani. Agar bu kelsa, keyin biz buni topamizda, bo'ldi, delete qilamiz. Lekin buni oddiy qilib bo'lmaydi. Ya'ni birinchi oxirdan kelamiz-ku biz.
odatda uni birinchi yo'q qilish uchun mana bunga chek qilamiz. Misol mana bunaqa qovus keldi, chunki bu ichkarida kelyapti. Buni aytaylik, ichkarini ichkarisi deydi. Misol mana bu keladigan bo'lsa, keyin bu kelish kerak, keyin bu mana shunaqa keldi deylik. Mana hozir mana bu yerda yana curly brace keldi deylik. Keyin mana bu ham curly brace deylik. Bu bir-biriga mos kelyaptimi? Bu ham keldi deb bu qo'shilmaydi. Mana bu narsani o'zini pop qilib yuboramiz. Buni o'zini pop qilib yuboramiz, bo'ldi. Mana bu push bo'layotgan paytda bir-biriga mos kelsa, shu stack ichini oxiri biza bo'shatishimiz kerak. Agar u oxirida empty bo'ladigan bo'lsa, unda bizni zadaniyamiz, bizni assignmentimiz to'g'ri. Ya'ni bu correct bo'ladi. Agar empty bo'lmasa, unda error. Shunda error bo'ladi. Ya'ni biz mos kelsa, shu stack ichida bor ochilgan qavusni pop qilib tashlaymiz va ichi empty bo'lib qolsa, unda bo'ldi, shu bilan ketadi. Tushunarli? Endi keyingi holatida bu keladi, bu bor, mana bu bor. Endi bu push bo'ladi, ya'ni erase bo'ladi. Aytaylik, mana bu erase bo'ldi, bu ham erase bo'ldi. Endi keyingi holatida yana bitta curly brace keldi. Endi mana bu ham erase bo'ladi. Keyin oxirida mana qavuslar bo'ladi-ku. Mana qavuslar, ha? Qavus. Mana kichkina bo'lib ketdi, mayli. Mana. Yana curly brace, keyin mana bu keldi, mana ikkitasi katta qavus. Mana bu ichidagilari уже ketdi mana. Ichidagilarni ketkizdik. Bu bilan buni ketkizdik. Bu bilan mana. Bu bilan bu ketdi. Bu bilan bu ketdi, ha? Curly brace bilan curly brace. Endi oxirida bizda mana bu katta gigantlari qoldi. Endi bu keldi oxirida, push bo'lib kelyapti. Keyin ichkarida bu bor, bu bilan bu kelyapti. Bu correct, mana empty bo'ldi. Ya'ni hammasi yo'q bo'ldi. Mana bu narsa erase bo'lib ketdi. Mana bu narsamiz ichi null, ya'ni null bo'ldi. Endi bu narsa to'g'ri, correct beradi. Mana bu yerda hamma narsa to'g'ri kelyapti. Buni bu bunga mos kelyapti. Mana bu bunga, bu bunga mos kelyapti. Bu bunga mos kelyapti. Ya'ni mana bu narsa bunga mos kelyapti-da. Mana bu qavus mana bunga mos kelyapti. Keyin oxirida katta bo'lib bu bunga mos kelyapti. Shuning uchun to'g'ri. Endi errorini ko'radigan bo'lsak, osoni bitta curly brace ochilyapti. Keyin qavus ochilyapti, keyin to'rtburchi square bracket ochilyapti yoki yopilmayapti. Bo'ldi, buni mosi yo'qmi? Bo'ldi. Error ataveradi. Bo'ldi. Endi xuddi shuni biz o'zimiz yozib chiqishimiz kerak. Bizda tayyori bor bu yoqda. Mayli, yangitdan yozib chiqamiz biz. bracket. Xo'sh. Endi biz class yozdik stack uchun, to'g'rimi? Endi uni import qilib olishimiz kerak. Stack1 degan faylimizdan stack classini import qilib olamiz. Keyin biz yangi birorta anaqa ochamiz. Deydi, stack uchun joy ochamiz. Uni mayli set deb qo'ya qolamiz. Stack deymiz. Keyin men o'ylab chiqqan logika shuki, open bo'ladi. Open, ya'ni string ichiga qavuslarni joylab qo'yaman. Faqat ochiqlarini birinchi, misol ochiqlarini joylab qo'yaman. Ochiqlarini birinchi joylab qo'yaman, keyin yopiqlarni bitta joyga joylayman. Bu close. Xo'sh. Ketma-ketiga joylashtiramiz. 1, mana bu 1, 2, 3. Xohlasangiz eng tarqalgan zo'r usullaridan biri bu dictionary bilan ishlash. Mana ochilganiga yopilgani, ochilgan curly brace'ga yopilgani va o'sha teskari bo'lib qopti. Yo'qda, yopilganiga ochilgani. Teskari aytmoqman, chunki biz qo'shayotganimizda yopilganini qo'shamiz-ku. Yopilgani ochilganiga to'g'ri bo'lsa, udalit. Yopilgani ochilganiga bo'lsa pop. Yopilgani ochilganiga mos tushsa pop. Mana bu yerda shuni kodi bor. Xohlasangiz buni implementatsiya qilsangiz bo'ladi. Meniki jichi boshqacha usul. Oddiy bu yoqda
o'sha stack degan list yaratib olib, uni class anaqa qilib, har bitta character bo'yicha yurib chiqiladi va character ochilganlarning ichida bo'lsa stackga qo'shiladi va agar u ochilgan qovuslarning ichida bo'lmasa, yopilganlarning ichida bo'lsa tekshiriladi. Agar u stack ichida bo'lmasa va pairs charga mos kelmasa error qaytarasiz. Bo'lmasa nima deydi? Error qaytariladi. Shu bizdagi holat shu. Bo'lmasa o'sha nima deydi? Empty bo'lib qolaveradi. Mayli. Bu birovlarning solutioni. Endi o'zimiz solutionga o'tadigan bo'lsak, is valid degan biz ham function ochib olar ekanmiz. Bu yerda misol s deb kiritaylik. Xohlagan yoki stack deb yo boshqa narsa deb kirsangiz ham bo'laveradi. Biz misol stack deb kirsak ham bo'laveradi. Lekin chalg'imaslik uchun stack anaqa qilib qo'yaman. Stack kiradi. Bizdagi bor stack. Keyin biz stackning ichidagi har bitta character bo'yicha yurib chiqishimiz kerak. Misol tariqasida olaylik buni. Shunday olib olamiz buni. Qo'yamiz. Bu mana. Har bitta character bo'yicha yurib chiqishimiz kerak. Bittalab, Okay, endi yozamiz. Agarda characterimiz open da bo'lsa, xohlasangiz buni o'sha haliginda qo'llangan usul bundoq qilib yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ya'ni o'zingizni qiynamasdan. Men shunchaki uni variable ga saqlab qo'ydim. Endi open deganim bor. Agar u open parenthesesning ichida bo'lsa, stackimga push qilaman. Stackimga o'sha characterni push qilaman. Mana yozyapman. Agar ochiq qavs bo'lsa, qanaqa bo'lsa qaytmaydi. Ochiq qavs bo'lsa, stackga qo'sh. Push qilini. Push. Agarda u characterim ataylab yozaman, close ni ichida bo'lsa. Chunki bo'lmay qolish ham mumkin-ku. Agar u close ni ichida bo'lsa, characterim yopilgan qavslar ichida bo'lsa, mana alohida ajratib qo'yaylik. Agar character yopiq qavslar bo'lsa, mana yozib qo'yamiz buni. Mana ham check qilyapmiz. Menga check qilyapmiz buning ichida bo'lsa. Bu yerda close nima edi? Close mana edi. Endi o'tyapmiz, nima qilyapmiz? Shitda asosiy logika ishlaydi. Agarda tekshiramiz, pop qilishimiz uchun biz empty emasligi pop qilishimiz kerak-ku. Agar stackimiz empty bo'lmasa, buni check qilamiz va men qilayotgan ishim shuki, birinchi topni olaman. Ya'ni menda nima edi? Stackimni ochib olaylik. Mana buni baqa qo'yamiz. Mana stackimiz bor, to'g'rimi? Stackimizda bizda pick bor. Xohlasangiz buni pickni top deb qo'ysa ham bo'ladi. Top balkim osonroqdir. Mayli, top deb yuklab qo'yaveramiz. Umuman farqi yo'q buni. K bitta variable, topini ko'rib olishimiz uchun eng topi deb qo'yaman. Eng topi. Eng ustimi, eng oxirgisimi deb qo'ysa ham bo'ladi. Eng oxirgisi shu top functionim bilan top olaman. Aytaylik, mana bizda turibdi, mana tasavvur qiling, bizda mana bu narsa turibdi, to'g'rimi? Shu narsani topishim uchun menda top kerak bo'lardi. Shu topni bilib olaman. Top bilib olishim uchun mana eng oxirgisi degan variable ochib unga taqab qo'ydim. Taqab qo'ydim buni bunga. Yaqinroq bo'lsin. Mana.
eng oxirgisi deganimni ochib qo'ydim. Endi tekshiraman. Uni olib oldim men o'zimga. Endi openni indeks bo'yicha solishtiraman. Indekslari bir-biriga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Solishtiraman. Eng oxirgisini olaman, openni va close'ni ham indeksini olaman. Nima qilinyapti desangiz bu yerda. Mana openni indeksi eng oxirgi olingan elementim. Aytaylik, eng oxirgi elementim odatda mana misol curly brace bo'lsin. Eng stackga faqat bunaqa narsa kiradi-ku. Character'im aytaylik, mendagi eng oxirgi olingan character manbadagi eng oxirgi character mana manbadagi character. Shu characterni aytaylik bizda u bo'lsin yopiq kirayotgan narsa yopiq bo'lsin. Shu yopiq curly brace kirayotgan bo'lsin. Men indeks bo'yicha yurganman. Ya'ni eng oxirgisi manba curly brace'ni nechinchida turibdi? O'rtada birinchi indeksda turibdi. Birinchi indeksda turibdi va character'im manba close'da nechinchi indeksda turibdi? Birinchi indeksda turibdi. Shularning indeksi bir xil bo'lsa, unda men indeks bo'yicha solishtiraman. 1 equal to 1 deb solishtirayman. Xohlasangiz ani bittalab yozib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni mana bu narsa bunga teng bo'lsa bir narsa qilib stringlarga olib mana shunaqa qilib yozib chiqsangiz bo'ladi. Shunchaki indeks bo'yicha yurib qo'ya qoldim men. Oson. Va o'shanga borib st nima edi? Bu stack'im edi. Stack'imni saqlayotgan array. Shu stack'imni pop qilaman. Ya'ni eng oxirga borib o'sha narsani pop qilaman. Oxirida turgan narsa mana bu edi. Buni ichida nima turadi bizda? Buni ichida mana bunaqa curly brace turadi. Ya'ni curly brace turadi. Shuni olib borib pop qo'yaman. Pop qilaman mana shu narsani. Buni mana bu narsani pop qilamiz. Pop this. Oxirgi turganligi uchun, eng oxirgisi bo'lganligi uchun, bir-biriga mos kelganligi uchun bo'ldi, olib tashlayman. Aks holda return misol none qilib qo'ysangiz bo'ladi, error deb yozsangiz bo'ladi. Buni farqi yo'q. Error deb yozib qo'yamiz, chunki bizda error chiqishi tabiiy yozilgan assignmentda shu. Error deb qo'yamiz bo'ldi. Bu qaysi holatda bir-biriga mos kelmasa, ya'ni indeksi 1 bilan 1 bo'lmadi. Bizni eng oxirida turganimiz curly braces yoki eng oxirida turganimiz mana bunaqa square brace, lekin mana tamam kelyapti. Bir-biriga mos kelmaydimi? Yo'q. Unda error. Yo'q, hali ber error emas. Keyingi holatni tekshiramiz. Hozir to'g'ridan to'g'ri aytolmaymiz. Bu bir-biriga mos kelganda keyin error qilinadi. Endi o'tamiz. Endi baqa else yozamiz. Agar u empty bo'lsa-chi deganda, empty bo'lsa to'g'ridan to'g'ri error. Keyin hammasini tekshirib bo'lganimizdan keyin return qilamiz. Correct. Agarda empty bo'lsa. Chunki bizda oxirgi shartida empty bo'lsin deyapti. Empty bo'lmasa else qilib error qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bizni stackimiz bo'shamadi. Xo'p, bu yerda nima qilyapmiz? Tekshirayotgan narsamiz empty bo'lmagan holatida kiryapmiz. Empty bo'lmaganligi uchun mana bu narsalar bor. Keyin empty bo'lmagan holatida oxirgisini olamiz, tekshiramiz. Kirayotgan character bilan mos tushadimi yoki yo'qmi? O'tkazib olamiz. Tushunarli? Bo'lmasa shuna qilib keyin hozir tekshirib ko'ramiz. Mana aytaylik, num kiritaylik. Input something. Print is valid deb qo'yamiz. Mana bu o'zi chiqarib beradi. Nima ekan menda? Xo'sh,
mana buni olamiz. Run qilamiz buni. Input mana buni qo'yamiz. Error. Endi ikkinchi holat. İkinci holatga ketamiz. Bittadan ikkinchi week. İkinci holatni olamiz. Qo'yib ko'ramiz yana bitta. Xo'sh, ko'rinmayaptimi deyman-da. Mana. Xo'sh. Correct. Endi keyingi holatni deneymiz. Yana bitta run qilamiz. Correct. Yana bitta run qilamiz. Xo'sh. Error. Mana biz assignmentni bajardik. Birinchi qismini bajardik. Xo'p, endi bu 20 bo'lib ketdi adashmasam, chunki biroz qiyin edi anglab olish. Endi biz assignmentni ikkinchi qismiga, ya'ni nimaga? Mana turibdi. Xo'p, assignmentni ikkinchi qismi, ya'ni DQ bilan bo'ladigan qismiga o'tamiz. Bu tushunarli bo'lganiga umid qilaman. Ya'ni olib keladi, o'sha haligida tushuntirganimizdek, mana bu yerda olib keladi, bir-biriga solishtiradi va solishtirsa hammasi empty bo'lib chiqib ketgandan keyin true qaytaradi. Olib keladi, curly braces tekshiradi. Agar curly bracemiz mana bunaqa curly brace o'ziga mos kelsa, unda x qiladi. Bo'lmasa step qiladi. Shu bor. Xo'p, bu yerda bitta o'ylantiradigan narsa bo'lishi mumkin. Nega desangiz, ochiq bo'lsa qovus kelib qo'shilaveradi. Men bitta haligida o'ylab qo'ygan joyim error bergan edi, lekin o'ylab qarasam to'g'ri ekan. Chunki biz solishtirayotganimizda, mana solishtirayotganimizda eng yaqinidagi bilan solishtiramiz. Eng yaqinidagi bilan solishtiramiz. Eng yaqinidagi bilan solishtiramiz. Chunki shunda error chiqmaydi bizda. Bu narsalar minus bo'lgandan keyin mana manba bilan buni solishtirsak to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun men bitta error yozib qo'yganim to'g'ri bo'lgan ekan. Keladi, manba empty bo'lmagan holatida tekshiradi va pop qiladi va o'sha bir-biriga mos kelmasa keyin error qaytaradi. Shuning uchun bu logika to'g'ri bo'lgan ekan. Faqat indeks bilan bo'yicha qiling. Xohlasangiz o'sha bir-biriga tenglab qilsangiz bo'ladi. Endi 58-minutga keldik. Xo'p. Yana bir bor ikkinchi qismiga o'tamiz. DQ. Bu qism oson, uncha qiyin emas. Bu uchun o'zingiz DQ structure qilasiz yoki Python built-in library foydalanasiz bo'ladi deyilyapti. Bizda enta element bo'lsin deyapti va elementni DQ ga sequence bo'yicha kiritilib qiladi. Birinchi element chapdan, ikkinchi element o'ngdan va uchinchisi yana chap. Ya'ni toqlari chapdan, juftlari o'ngdan. Toq chapga, juft o'ngga. Va user itemni delete qilish so'raladi. U itemni o'ng tarafdan delete qilsa bo'ladi. Va delete bo'lgandan keyin biz DQ itemlarini print qilib qo'yishimiz kerak. Bizga berilgan vazifa shu ekan. Qani unda boshladik. Okey. Biz yangi bitta yana fayl ochib olamiz. Nomini dequet qilib qo'ya qolaylik mana. DQni task bo'ladi-da bu. Mayli, o'zgartiramiz. Task. Dequet. Mayli. Shuna bo'laversin. Xo'p. Buning uchun yana import qilamiz. DQ1 klassimizdan, faylimizdan DQ klassini import qilamiz. Import qildik. Biz mana solutionimda ikkita solution shuki, menda bizda DQ bo'lsa, aytilayotgan narsa, agar bizda mana bu push qilayotgan narsamiz, biz push qilamiz-ku. Push qilganimizda, misol taxminan aytaylik, bizda DQ bet ekan. Misol 10 ta element solmoqchimiz.
aytaylik 10 ta element. 10 ta element, misol 1 dan 10 gacha. Misol mana bitta 1 dan 10 gacha elementni qo'shib chiqmoqchimiz. Misol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketaveradi shunaqa. Bizda array bor. O'sha biz buni array shaklida saqlaymiz-ku, deque'ni. Array shaklida saqlagandan keyin misol agar birinchi qo'shiladigan elementimizni chapdan shunaqa edi. First element to the left side. Yeah. Misol biz aytaylik birinchi elementimiz 0 ekan. Mana bu yerda misol add front qo'yamiz-ku. Birinchi elementimiz 1 bo'lsa mayli 1 chapdan, ikkinchi elementimiz qo'shilyapti 2 o'ngdan qo'shiladi. Uchinchi elementimiz 3 chapdan qo'shiladi. Sinxronizatsiya bo'lish uchun bir xil yozib qo'yganman mana. To'g'ri o'ngdan. Yoki aytaylik endi keyingi elementimiz aynan toq bo'lmasinda 6 ni qo'shaylik. 6 ni qo'shaylik. 6 ni qo'shaylik. 6 ni chapdan qo'shamiz. 6 bizda 5-chi bo'lib kelyapti. Endi 10 tomondan 7 ni qo'shamiz, chunki u 6-chi bo'lib kelyapti. Ya'ni juft. Endi yana bitta son qo'shib qo'ysak, mana misol 5 turgandi, buni yana chapdan kelamiz. Bu 7-chi bo'lib kelyapti. Mana shunaqa. Mana shunaqa qilib bitta o'ngdan, bitta chapdan, bitta mana chapdan bo'lsa, ya'ni toqqa. Toq uchun biz ishlatadigan narsamiz bu. Toq uchun bu, juft uchun esa bu. Juft uchun bu. Add last qilamiz. Bo'ldi. Uncha ortiqcha narsamiz yo'q. Shu. Item x deb qo'yamiz. Biz endi buni yozamiz. Biroz uzun bo'lib ketyapti. Mayli. Xo'p, endi men o'ylagan yechim shundan iboratki, user birorta sonni, misol 5 ni yoki 6 ni delete qilmoqchi. Buning uchun faqat o'ndan o'chirib kelishim kerak, to'g'rimi? Shuning uchun men o'zi shart ham emas edi, lekin men ortiqcha ikkinchi arrayni yasab oldim. Bunda nima qilaman? Mana misol men buni bu yoqqa kopiya qilaylik-da. Misol menda user aynan 6 ni o'chirmoqchi. Bu 6 ni o'chirishlik uchun mana bu 4 ta sonni o'chirib kelish kerak, to'g'rimi? Men shunaqa yechim o'ylab topdimki, bitta empty deque olaman. Empty deque'da nima qilaman? Shu add front qilaman unda ham. Add frontni olaman. Shu empty deque'ga bu yoqdan chiqib kelayotganini olib borib mana bundoq tiqib qo'yaman. Bundoq chiqib kelyapti. Bundoq borib tiqib qo'yaman. Chunki buni pop qilyapman-ku men. Mana bu narsani mayli 7 ham 7 ekanda. Mana bu 7 ni bu yoqdan o'chiraman. Bu yoqqa borib qo'shib qo'yaman. To 6 ga kelgunimcha shu ishni davom ettiraveraman. Mana 6 ga keldim oxiri. Joningdan nimanda 6 ga kelib buni chapaq o'chiraman. Keyin menda deque'im bor. Bu aynan fixed size emas edi. Mana bundoq turgan bo'lsa ham, mana buni kichratib qo'ysak, mana taxminan shunaqa bo'lsa, menda ikkinchi deque'imdan olaman. Endi mana bu add front'im bor-ku. Xuddi shu narsani olib turib, har bittasini mana bu yerga add last qilib qo'yaman. Shunda menda joy o'zgarmaydi. Ya'ni 5 ga borib bu yoqqa qo'shaman, 7 ni borib o'sha yerga qo'shib qo'yaman. Bu yoqdan pop qilaman, обязательно bu. Bu yoqdan olib borib 7 ni qo'shaman. Ya'ni bu yoqdan olib ketayotganimda add last qilganimda, bu yoqdan men remove qilib ketishim kerak bu yoqdan. Remove qilib ketaman albatta. Chunki ikkinchisini bo'shatib qo'yaman shunda. Mana. To'g'ri olib boraman, bu yoqqa qo'shaman, 2 ni olib boraman, bu yoqqa qo'shaman. Shunda size'im emas, ham sorting bo'lib turadi. Xohlasangiz, nima deydi? 6 ni o'chiraman deb turib, mana buni bitta oldinga aniq qo'yasiz, lekin oldinma ketdim bo'lib qoladi mana bu narsalar bor-ku.
Bu yoqqa borib olib kelib qo'shib qo'yasiz. Shunchaki bo'ldi. Shunda ana muammo hal bo'ladi. Muammo. Mayli, bunda ko'rsaylik. Ctrl D. Mana taxminan mana shunaqa holatga kelib qoladi. Mana bo'lmas. Mana taxminan shunaqa holat. Oldidan keyingilari oldinga o'tib qoladi. Oldidan keyingilari sizda mana o'tib qoladi-da ishqilib. Mana mana bo'lib qoladi, mana bu narsalar yo'q bo'ladi. Mana shuna bo'lib qoladi. Men shu bo'lmasin deb sorted bo'lgancha bo'laversin deb tegmadim. Qana turgan bo'lsa o'shanaqa qolsin degan maqsadda ikkita yaratib olaman. Qani endi boshladik. Manda DQ asosiy DQ bu asosiy DAC. Ko'p foydalanmayman. Mayli. Main DAC. Mashta vazifa bajaraman. Xo'p, klassimdan yangi DQ object yaratib olaman. Keyin bu ikkinchi temporary D2 temp. Ya'ni temporary DAC bu. Va buni ham class qilib DQ yaratib olaman. Xohlasangiz random raqamlar kiritsangiz bo'ladi. Xo'p, men enter num of elements qo'yaman. Xo'p, raqamlar uchun nechta raqam bo'lishligi uchun u son kiritsa bo'ldi. Misol endi yozish ham da. Xo'p, sonlar kiritadi va sonlar kiritgandan keyin for x in range deb qo'yaman. Okay. Endi o'sha n-dan kiritilgan sonlar range bilan bera olaman-da. O'sha misol nechta 6 kiritsam 0 dan boshlab 6 gacha son chiqarib beradi menda. Shuni aniq qo'yaman. Xo'sh. Agar x'im 2 ga bo'linmasa, unda uni boshidan qo'shib qo'yishim kerak bo'ladi. Menda o'sha asosiy main DQ ga qo'shib qo'yaman. Xo'sh, agarda DQ'im juft bo'ladigan bo'lsa bu yoqda o'shanga add last qilaman. Last qo'yamiz, shunda to'g'ri bo'ladi. Endi bu check qilishlik uchun edi. Shu main DQ'ni ko'rmoqchi bo'lsangiz mana. Endi undan keyin item to delete yoki misol delete item delete deb qo'yaman. Shu delete uchun qaysi sonni delete qilmoqchisiz? Shuni kiriting deyman. Item to delete. Kiritasiz. Undan keyin kiritgandan keyin ana hozir shart emas. Endi yana bitta rang qilib chiqishim kerak bo'ladi. Bunda nima main DQni size qancha o'sha bo'yicha rang qilib chiqaman. Size bo'yicha o'shacha men rang iterate over qilaman. Keyin value чтобы nima deydi? Delete qilishlik uchun. Value bu o'sha maindan oxirgisini
udalить qilib olamiz. Ya'ni oxirgi elementni biz udalить qilganimiz, ya'ni delete qilganimiz bu value ga teng bo'ladi. Remove last bo'ladi. Chunki biz orqadan, ya'ni o'ng tomondan o'chirishimiz kerak-ku. If value deyman. Xo'p. If value hozir. 2 minutes. Xo'sh, hozir. Endi kiritamiz. Agar value emas, bizda value emas, item biz delete qilmoqchi bo'lgan itemimizga teng bo'lsa, unda break qilib yuboramiz. Bo'lmasa, ikkinchisiga qo'shib boramiz. Ya'ni ikkinchi bizdagi temporary ga qo'shib boramiz oldiga. Temporary bu albatta. Lekin xo'p, buni while bilan ishlatgan yaxshiroq ekan. While bilan, ya'ni qachonki o'sha empty bo'lmasa, biz uni run qilaverishimiz kerak. Lekin ikkalovidan farqi yo'q. Hozir qana bersam ko'raylik oldim. Keyingi holatida endi xuddi o'sha olingan elementlarni biz o'ziga qo'shib chiqamiz. Asosiysiga, ya'ni main deque'ga olingan elementlarni qo'shib chiqamiz. Add last qilib biz 2 dan qilganimiz bor-ku, o'shani qayta qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. The 2 tempdan remove front qilganimizni o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. O'shani anaqa qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, print final turib list d qilib qo'ysam bo'ladi. Main list shaklida bersam, qani bir run qilib ko'raylikchi. Xo'sh, elementni bermanman-ku. Add last mana bitta add front da value qolib ketibdi. Main deque'da x qolib ketibdi. Bu yerda ham x qolib ketibdi. Hop, 5 0. Okay, o'zimizni dehqoncha usulga o'tamiz. Final list deb turib, unda d, ya'ni menda main deque'ni o'zini shuni chiqarib qo'yaveraman. Ana ishladi. Ya'ni bizda final versionda bu ishladi. Xo'p, biroz cho'zilib ketdi, chunki o'zimda xatolik bormi deb o'ylab qoldim. Xohlasanglar men buni while bilan ham ishlasa bo'laveradi. Uni farqi yo'q. Biroz cho'chib qoldim, xatomdim. To'g'ri ekan. Endi biroz tushuntirib yuboraman, keyin bo'ldi, videoni tugatamiz. Xo'p, qilgan ishim boshida xato qilib qo'yman. Xo'p, biz birorta yangi characterni olamiz. Yangi raqam yo character o'shani olamizda, character olinadi.
keyin u toq bo'lsa vazifada aytilganidek chapga front oldiga qo'shiladi. Juft bo'lsa o'ngga right ga yoki o'sha o'ngga qo'shiladi. O'ngga back yoki last backga qo'shiladi. Xo'p, birinchi ko'rib olishlik uchun bu in order to see the created what was it dekuni ko'rib olish uchun. Endi o'chirmoqchi bo'lganingiz requested item to delete, right? Endi shu deque's array qancha o'sha bo'yicha aylanib chiqasiz. Misol aytaylik bizda qanaqadir array bor. Unda fixed size nechidir? Misol 2 3 4 5 6 7 57 mana 9 0 23 mana shu bo'lsa item to delete mana 57 ni delete qilmoqchisiz. Siz buning uchun har bittasiga kirib chiqishingiz kerak. Murojaat qilib chiqasiz. Bittalab yurib chiqasiz. Keyin 57 ni topdingiz ham deylik. Buni qanaqa delete qilasiz? Mana bu yerda biz yozdik, aylanib chiqadi. Oxiridan udalib so'radi. Ya'ni bizda nima edi? U har bitta rang qilib chiqqanida orqadan kelaveradi, shunaqa. Ya'ni nima bizdagi maqsad? Rang aylanib chiqadi va oxiridagi value ni o'chirib yuboradi main deque'dan va value qachonki nima deydi? Biz hozir indeks bo'yicha yurmayapmiz-da. Bu necha bu size bu necha? 1 2 3 4 5 6 7 8. Biz 8 marta iteratsiya qilamiz. 8 marta iteration qilamiz. Shu iterationda har bittasiga kiramizda, keyin oxiridagi element misol 23 bo'lsa, buni value qilib 23 udalib qo'yamiz. Keyin tekshiramiz. Request qilgan user misol bu 57 kiritdi-ku, shu bunga teng bo'ladimi yoki yo'qmi? Misol 23 tengmi 57 ga degan savolni qo'yamiz. Shunda bu xato agar to'g'ri bo'lsa break qo'yadi. Bo'lmasa mana bu 23 olib keladi. 23 ni D2 tempga qo'shadi. Bo'ldi. Shu bilan ketadi. Keyin oxirgi holatida 57 ga 57 teng bo'lib qoladi, keyin break bo'ladi. Bu true bo'ladi. Keyin break qo'ygandan keyin bo'ldi. Mana bunga o'tmaydi, 57 ni qo'shmaydi. Endi bizda mana bu qo'shilgan sonlar bor. Aytaylik, bizda уже tayyor bo'lib qoldi. Mana D2 tempimiz nimaga teng bo'lib qoldi ba'da? 23 yo'q. Oxirga borib qo'shgan bo'lsa, qana qo'shilgan bo'lsa, shuni qo'shiladi. 0 mana 23. Endi xuddi shu bo'yicha rang qilib chiqib turib, 3 marta rang bo'ladi. Keyin buni oladi. Mana bu narsani oladi. Va qo'shib qo'yadi. Ya'ni 9 ni oladi, mana buni oxiriga borib qo'shib qo'yadi. Bizda mana bu narsa udalib bo'ldi. Keyin mana bittalar qo'shib keladi, bo'ldi, shu bilan to'g'ri bo'ladi. Mana final versionni ko'rdik. Mana ishlayapti. Misol 8 kiritaylik, 1 o'chirmoqchi bo'laylik. Mana final version mana 1 yo'q. Hamma narsa ishlayapti. Zo'r. Bugungi video uchun rahmat hammaga. Sabringlarga rahmat. Mana Xudo xolasa keyingi darsda nasib qilsa men linked listni tushuntiraman. Hozircha semi-static data structures ni ko'rib chiqqan bo'ldik. Mana. Xo'sh. Agarda savollar bo'lsa, bemalol happy coding. Bye bye. Har bitta qismini bo'lib qo'yaman. Shunda osonroq bo'ladi assignment va explanation qismi. Rahmat hammaga. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'tkazib olmanglar.